So'nggi yillarda mamlakatimizda aholi salomatligini muhofaza qilish, sog'lom ovqatlanish madaniyatini keng targ'ib qilish, sog'lom turmush tarzini ommalashtirish, aholining tibbiy madaniyatini rivojlantirish, zararli odatlarga qarshi kurashish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Mavluda Xo'jayeva Zangiota tumanidagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinika va perinatal markazda bo'lib, tumanda ayni yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar holatini o'rgandi. Navbatdagi lavhamiz shu haqida. O'rganishlar davomida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Toshkent viloyat hokimining o'rinbosari hamda tuman tibbiyot birlashmasi rahbari ishtirok etdi. Ular muassasada aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifati va maqbulligi masalalari bilan qiziqib, aholi orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida tashkil etilgan salomatlik markazidagi targ'ibot xonalarini ko'zdan kechirdi. Shifokor va hamshiralar, aholi vakillari, bemorlar bilan muloqotda bo'ldi. Mamlakatimizda onalik bolalikni davlat tomonidan muhofaza qilish borasida juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Bu borada mustahkam qonunchilik asoslari ham yaratilgan, juda katta byudjet mablag'lari ajratilyapti. Aynan bugungi tashrifimiz davomida biz deputatlar mana shu ajratilayotgan byudjet mablag'larini maqsadli sarflanayotganligini joylarga chiqib o'rgandik. Zangiota tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinika misolida va markaziy shifoxonani bo'limlariga tashrif buyurdik. Albatta poliklinikaga keladigan bo'lsak, 176 mingdan ziyod aholiga xizmat qiladi, tor doiradagi mutaxassislar bilan to'liq ta'minlanganligi va aynan mana shu poliklinikani o'zida kasallikdan tuzalib chiqqan, insultdan keyingi asoratlarni masalan reabilitatsiya qilish masalasida trenajyorniy zallarda mana shunday bir jismoniy faollikni oshirish uchun sharoit yaratilganligini, qolaversa sog'lom turmush tarzi, jismoniy faollikni oshirish borasidagi bilimlarini oshirish maqsadida bular seminar treninglar o'tkazilayotganligini va bevosita o'sha shifokorlarimiz, hamshiralarimiz tomonidan ochiq muloqotlar o'tkazilayotganligini guvohi bo'ldik. O'zaro ochiq, samimiy muloqot ruhida kechgan suhbatlarda keyingi yillarda sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirish borasida olib borilayotgan islohotlar haqida to'xtalib o'tildi. Mamlakatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, sportni ommalashtirish, profilaktik tadbirlarni takomillashtirish maqsadida so'nggi yillarda ko'plab qonun va normativ-huquqiy hujjatlar, davlat dasturlari qabul qilinib, amaliyotga tatbiq etilayotgani ta'kidlandi. Har bir fuqaro sog'ligini saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega ekanligi, davlat jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berayotganiga alohida urg'u berildi. Sog'lom ovqatlanish, sport bilan muntazam shug'ullanish inson salomatligi uchun nihoyatda ahamiyatli ekani suhbat ishtirokchilariga uqtirildi. Yosh onalar bilan suhbatlashdik. Hammasini bolachasida ham, o'zida ham chehrasidan ko'rinib turibdi. Bugungi kunda mana shu muassasada ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatdan roziligi, davlat rahbari hurmatli prezidentimizni aynan mana shu ijtimoiy sohada olib borayotgan islohotlardan, olib borayotgan siyosatidan roziligi ko'rinib turibdi va ular o'zini minnatdorchiligini bildirishyapti. Bizi maqsadimiz ham mana shu ajratilayotgan, mana doriga ajratilayotgan mablag'larni egasiga yetib borayotganligi, maqsadli ishlatilayotganligi, jihozlarga ajratilayotgan mablag'larni, o'sha keltirilgan jihozlarni zudlik bilan o'rnatib, uni jarayonga ish faoliyatida qo'llanilayotganligi, bu albatta quvonarli. Shifokorlarimiz tuman darajasida, hattoki respublika miqyosida ixtisoslashtirilgan tibbiy markazlarda o'tkazilayotgan jarrohlik amaliyotlarini hududda oddiy tuman markaziy shifoxonasining bo'limlarida amalga oshirishyapti. Alohida oftalmologiya bo'limini, lor bo'limini ochilishini, rejasi borligini aytishdi. Bu albatta aholimizga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatni sifatini oshishiga, bemorlarimizni davlatga bo'lgan ishonchini oshishiga, tibbiyotga bo'lgan ishonchini oshishiga xizmat qiladi. Zangiota tumanida olib borilgan o'rganishlar sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlarning samaradorligini ta'minlash barobarida aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini ommalashtirishga ham xizmat qiladi. Zuhro Mirzaxondamova, Sevinchbek Tursunboyev, Fursat informatsion dasturi uchun.